edep ahlaqsız bir narsa öğrenigili bo'lmaydi. Her bir işninki edep ahlaqı buludu. O edep ahlaqı bilen öğrenilmegen iş menfaat qilmaydi. Musulmanni izzetlik bo'lishqa, hurmatlik bo'lishqa, boshqalarning oldida tiz bukmaslikka undaydigan bir axloq. Chat elde dini ilim öğrenişkimi, fenni bilim erişkimi to'liq sharoit bor, imkoniyatlar bor. Şunu fennilam öğrensem boludu, din bilen nimişim emas. Dinni bilsem, Kur'an yadlasam, Roz Ramazan'ı ada kılsam, Müslümançılık burcumunu ötsem buldu. Fen bilen nimişim emas. Hemmini imkaniyetimizden beriçe tırışıp öğreneylik. Her bir Uygur perzenti özünün yaşayan devletler, özününki bir kişilik şu yerdeki vatandaşlık burcunu ada kılış bilen birge, bu yerge sınıf ketmezsin. To'g'ri biz yerleşishimiz kerak, ama yüzümüzün kimligimizni cho'qim saqlab qolishimiz kerak. Evlatları, ösmürlerini qandaq terbiyeleş to'g'risida vatan terbiyesinden başlap vatan terbiyesiga bilan oxirlashtirdi. Yani bayroqlar boshlanganlik uchun bu darsni erta bermoqchidik. Ama evlatlarımız dişvamıgan bolsak mı, bugünkü dersimiz birbiriga münasebetlik çıqqanligi uchun başka kitap ve münazara qilish orqali dersni tuzuk to'liq tushunib deb o'yladik. Bu kitap sınaq nusxa yaqinda nashrdan chiqmoqchi, yangi rasmlar ketilishi mumkin. Vatanning mustaqilligini qo'lga keltirib, Xitoy ishg'oliyatining ideyimizga singib kelishiga qarshi turish tarbiya darsiga. Xitoy hokimiyati Sharqiy Turkistonda slogandan beri Sharqiy Turkistonni Xitoyning ayrılmaz bir qismi. Uyg'urlar bilan biz azaldan birga yashagan Sharqiy Turkiston, ya'ni Xinjiang degan bu yer. Burun Xitoylarga tabiiy edi. Uyg'urlar atı babası koyçu edi, koyvaqqaş, tügüllerine haydigeş, kigiz öylerine götürüp gidip bu yerga yerleşip qalgan deb tarixni aşıda yazılır. Yani bizni Sharqiy Turkistonning igilleri emas, bu yerden ekip girip qalgan ekindiler. Ekindi turib Xitoy bizni ekindiler tariximiz içinde ekindiler yazıldı. Vahalanki bizning tarixchilarimiz, xalqaradagi tarafsiz tadqiqotchilar Sharqiy Turkistonning zemini ta ki Hindi dağlarından Nilşinşa hazırda arı yıldızgıça bizden zeminimiz. Rahmetlik Abdurrahim Ötkür efendim şu özünki idaresinden Selitin Sipir'ne ziyaretke Aprilga vaktinde ziyaret kılanda papakaftanmış. Doğru bir şey yazıp besiniz dese bu rasmi yalan ben bilmem ama Selitinni soqqanlar, hun buvamni qoqqanlar deb bir ko'pchilik she'r yozgan ekan. Sipil degan nima uchun sanamiz albatta sipilni burungi zamonlarda qizlarga taqdirlar. Burungi zamonda sipilni bilamsizlar? Sipilni shirisini nima deydi? Mürin. Mürinni nima uchun saladi albatta salatni burungi zamonda? Özünü qo'ldash uchun salat diyor. Hazır vatanparvar bo'lmasi bilan qo'ldansa davlatlar burunda iqtidoriy davrda odamlar tamsuqat sipil orqali qo'llanadi. Xitoy nima uchun bu 5 kilometrdan yuqori bu tomni nima uchun soqqan desa bizning ota-bobomizning qo'rqqanligi uchun soqib olgan buni. Demak, bu Selitin Sipilning sirtidagi zaminning hammasi Sharqiy Turkistonlarga oid degan gap. Biz Xitoylar yazgan bu o'xshash bizning ota-bobolarimiz atqa minib qo'y haydab kelib bu zaminga kelib qolgan emas, balki bu zaminning tarixdan beri egillari haqliq sahibi. Endi buni bilsizlar, vatanimizningki bayrog'i eliqarim deb o'tdi. Bizning bayrog'imizda oy va yulduz bor, rengi ko'k, osmon ko'k degandek. Endi bir shivis kelib bizga yoki Pin kelib, yoki Norstein Hollandiyada Hollandlik odamning birisi kelib, bu nima deb so'raydi bizdan. Shivischi va agi deydi shunaqa, Warren Plugga deymiz.
Oğlancıda nima deydi sizdan sormoqchi bo'lsam? Ha? Ha? Oğlancıda duran yok mu? Ah, na'ning bayroqi bu deb so'raydi. Pirlanchi nima deydi sizdan so'rasam? Bunlar ne? Bunlar yapra. Ha? Nima deydi? Nega tamam. Bunga nima javob berasizlar? Finlandiyada mesela nima deb javob berib keldingiz? Nima mushu sizniki, nima mushu desa buni nima deb javob berib keldingiz hozirda? Her bir devletning bayrog'iningki rengi, uning shakli, hammaning bir ta'rifoti va uningki bir tafsiri va deb beradi. Shunda mana Shvetsiya bayrog'i bilasizlar. Bu nima deb so'rasa nima deb javob berib keldingiz Finlandiyada? Ha? Bayrak deb javob berdinglar, ammo buning ichidagi oyning nimani belgilaydiganligini, yulduzning nimani belgilaydiganligini, nima uchun bu ko'k bo'lib qolganligini bilmaymiz. Unda bo'lsa bu kitobni qaraylik. Ulug' vatanimiz Ay yulduzluq ko'k bayroq ulug' vatanimiz Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining simvoli. Endi bu kitobningki Sharqiy Turkistonning davlat bayrog'iga rang va belgilarning nimani bildirganligini bilib olish, vatanparvarlik ideyasini yuqori ko'tarish, o'z vatanini suyish, qadrlash, o'z vatanidan faxrlanish ideyasini yetildirish, vatanparvar fuqaro bo'lish haqida tarbiya beriladi. Bayonqi darsimizning tarbiya darsi bayroq tarbiyasidan boshlanganlik uchun bu shu bayroq haqida yozilgan tafsiliy kitob tushdilar. Do'stlar, sizlar ulug' davlatimizning bayrog'ining shaklini, bayroqdagi har qaysi shakllarning ifodalaydigan ma'nosini bilamsizlar? Qizlarning misolda aytganlar qaysini bilasizlarmi shuni? Ay yulduz olsa musulmon davlat degan bunda tafsiliy qarab boqaylik. Biz Sharqiy Turkistonda tursak, nima bilmaymiz. Şu bir tane çoğun yulduz, bir ay var bu şu. Lekin onun ma'nosidan nimani bildirganligini bilmaydiganmiz. Bu mana dal Uyg'urning bolalari, bizning bayrog'ining nima ekanligini bilmaydigan. Ay yulduzluq ko'k bayroq nima uchun kishilarning qizg'in muhabbatiga va hurmatiga sazovor bo'lgan? Nima uchun biz buni Baxtigul xonimning beshiga esib qo'ydik. Doktorning beshiga ekib esib qo'ydik. Doim o'sha yig'inimizga tiklab qo'yamiz. Buni nima uchun hurmatlaymiz, biz hurmatimizga sazovor bo'lgan bu. Chunki ay yulduzluq ko'k bayroq Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining belgisi, ulug' vatanimizning simvoli. Bu bayroq tekni beradan ko'tarib qolsa nanikan deymiz? Uyg'urga yoki Sharqiy Turkistonlikka deymiz, naqman. Bu bizden devletimizden simvol olarak kalırlar. Ayağına esip koysak biz de bir yerden hazır ayağına esip koyduk. Yani kimler faaliyet kılıyor hüküm kıldım yani ki bildik Allah. Şarkı Türkistanlık Uygurlar faaliyet kılıyor de bildi. Siz bilemsiz. 1933 yılı 11. ayın 12. günü Ay yulduzluq ko'k bayroq Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining devlet bayrağı qilib bekitilgan. Ajdodlar mushu bayroqni devlet bayroq qilib qo'limizda bekitgan. Ay yulduz ko'k bayroq hozir Jungoning ishg'oliyati ostidagi Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining dunyodagi simvoli va belgisi. Gollandiyada qaysi bayroqni ko'tarasizlar? Mushuni shunaqmi? Finlandiyada mushuni ko'taramiz. Amerika'da hamma yerdagi Uyg'urlarning ko'taradigan bayrog'imiz o'xshash. Bizning simvolimiz, birligimizning ifodasi. Savatlaşlar. Dikkat qilinglar. Muhim yerga keldik.
Savatlaşlar, sizler devlet bayrağındaki rang degenimiz kök rang, osmon rangli. Shunaqmi? Yoki havo rang deymizmi yoki? Sizler devlet bayrağındaki rang ve belgilerinin nimaga vakillik qilganligini bilamsizlar? Yo'q, men bilmayman, izlab o'shani tayyorlab chiqqan to'g'ri. Ay yıldızlık kök bayrağının kök ranglik bo'lishi Sharqiy Turkistondagi har millat xalqi azaldan kök rangni yaxshi ko'radi. Bizningki xalqimiz Sharqiy Turkistonda yashagan O'zbek deymiz, Qozoq deymiz, Qirg'iz deymiz, Uyg'ur deymiz, Sharqiy Turkistondagi millatning hammasi bir oymoq. Buni sifatlaylar kök rangni suyakdi. Ay yıldızlık kök bayraktaki kök rang bepayon osmonga singib o'tgan. Osmondagi mush kök rangni so'yganlik uchun bizning xalqimiz mush osmonga singib o'tgan kök rangni tanlab bayrog'imizni kök rang bilan bo'yagan. yılı kurulgan Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetining bosh ministri Sabit Damonlar bu kişi. Bizden devletimizni kurgan baş minister. 1944 yılı G'o'jida kurulgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining Cumhuriyet reisi İlham Töre. Bu bizning o'z vaqtida kurgan devletimizning devlet reisi. Bu kişi dini bilimni egallagan, fenli bilimni egallagan bu devlet reisining yazgan Kur'an'ga tefsir yazgan alaylı bir tefsir kitabı var. Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetining devlet girbi to'g'risida. Endi devletning bayrog'i bo'lgan cho'qim devlet girbi bo'ladi. Devlet girbi nima deydi? Shirischa embilar deymiz. Pinchi nima deydi devletga? Devletimizning girbini? Pinchi nima deydi? Devletimizin girbini. Emblem. Pinçe. Ha? Vakuna. Vakuna. Bu yapıcı okşadı gene. Vakuna. Endi nasılki yakın bo'lgan uchun Finlandiyalik bolalarga yakın bo'lish uchun bizning vakunamiz shunaqmi? Nimani bildirdi? Bizning devlet girdi hilal ay. Ayning o'ng tarafida 9, sol tarafida 9 dana nokta. Bu noktalarning hilal ayning o'ng tuvan qismidagi uchchalari bo'g'ish bilan bog'langan. Hilal ayning o'rtasida yozma xat bilan yozilgan Bismillahirrohmanirrohim degan so'z bor. Hilal ayning uchchining uchuvchidigan yerida 3 dona yulduzdan tashkil topgan bir shakldan iborat. 3 dona yulduzimiz bor. 18 tane nokta Sharqiy Turkistonda yaşayan 18 Türk kavmining simvoludur. 3 yıldız bolsa Sharqiy Turkiston tarixida qurilgan ko'p Türk, Uyg'urlar, Qarxonilar devletlerinin simvoludur. Yani bizningki Sharqiy Turkistonda Uyg'urlar, Qarxonilar, ko'p Türklar degan 4 imperatorlikka vakillik qiladigan ve o'rtadagi xat bizning musulmon hozirgi musulmonligimizga vakillik qilgan bir belgidan iborat. Ay yıldızı kök bayraktaki ay ve yıldız Sharqiy Turkiston xalqining pok e'tiqodi bo'lgan islomga vakillik qiladi. Ay ve yıldız. Devletimizden devlet bayrağı kanunundan her bir puhra devlet bayrağını hürmet kılış ve asraş kerek deb belgilengen. Öz vaqtidagi qurilgan devletimizden devlet kanununda bu bayrağını asraş kerek, hürmetleş kerek deb belgilengen. Şunu biz vatanning dünyanın kıyırıga bağmaylı
Buni hürmetlaymiz, beşimizga asimiz. Yakında mana şartga qilib dehqonlar beshiga kiyibdi. Bu Facebookda kam tarqalyotidi. Mushu 5-yil Urumchi qirg'inchiligini tabriklashgacha inshaalloh butun dunyodagi Sharq Turkistonlik o'smirlarning beshiga umumlashsin inshaalloh. Bak Qo'chaq nima deyapsan? Xo'sh, Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining qonunda davlat bayrog'i har darajalik maktablar har haftaning 1-kuni davlat bayrog'i marosimini davlatlik o'tkazish, haftaning 2, 3, 4, 5 kunida normal tartib bo'yicha bayroq chiqarish lozim deb belgilangan. Tarixdan bu yan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati davlatini asliga keltirish yo'lida issiq qonlar orqali bedel tülegen bir neçe avlod qahramonlarimiz xalqning ozodligi, tinchligini qo'lga keltirish, bayashat, baxtli turmush barpo qilish, islomiy tuzumni o'rnatib, xalqni o'z ishiga o'zi xo'ja qilish uchun. Bayda o'tgan yuqorimizdagi maqsad islom bizni nima deb tarbiyalaydi? O'zimizga o'zimiz xo'jayin bo'lish, boshqalarga bo'ysunmaslik, boshqalarga tizmaslikni o'rgatdi islom deydi. Qarib doktorlar dersida o'z-o'ziga xo'ja qilish uchun nurg'un jafo mushaqqatli tarixiy jarayonlarni boshdan kechirgan davlatning simvoli sifatida oy yulduzli ko'k bayroqni shakllantirgan. Mana biz hozir buni eslatamiz. Biz davlat bayrog'i chiqarish marosimini o'tkazish orqali vatanparvarlik tarbiyasiga ega bo'lishimiz kerak. Bayroq chiqarish marosimini ko'rishga sharoitimiz bo'lmaganda davlatimizning simvoli ve belgisi bo'lgan ay yulduzli ko'k bayroqni uylarimizning tomlariga, hozir qulog'ini ko'tarib bakinglar, uyanglarning temiga Sharq Turkistonning bayrog'ini esirliq uy qancha? O'g'illar qancha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 köyden. Hazır biz bir yerde tahminen 50 hukukçu kamp katlaşıldığımız 50 adamdan şimdi üyege bayrak askallı arak 15 gen. Hoş, dikkat kılma. Vatanperverlik hemimizden pak kalbimizde yıldızlar sun, ay yıldızı kök bayrakı bolgan hürmetimiz, vatanni günlendiriş, qo'llashga kuchlik harakatlar görgüş, kuchga aylan sun, ay yıldızlı kök bayrak her birimizden kalbide mengu lebülüsün. Bayraqning muhabbeti kalbimizde bo'lmay turib, uyimizga as bo'laman tushunamman. Uyimizga asmay turib, buni Sharq Turkistonga olib as qilib bo'lmaydi. Buni eng avval o'zimiz tuyishimiz kerak, o'zimiz ega chiqishimiz kerak. Mana Qo'chaqli qizlarimizning binosiga esibdi mana. Milliy armiyaning bo'kida o'z vaqtidagi Sharq Turkistonni Xitoylar besib kirgan vaqtida hozir bu armiyani taqdim etdi, qancha yil taqdim etdi taqdirlarda. 55-yildan 65-yilgacha Yugoslaviya, Abnuniya degan vaqtlarda milliy armiya, Front armiya degan armiyalarni qo'shib etganda Komendanın Xalq Armiyasi tarixda o'qiganimizda. Bundan keyin andan yana yerlashtirdik, qo'shib etdik, bo'lib etdik deb yurib, asosan armiyaningki amaliy odamlarni hammasini chiqarib qo'ygan. Yoki bo'lmasa firmalarga qamab asosan izini qo'ymagan. Demak, 50-yilgacha bizning Sharq Turkistondagi Uyg'ur askarlarining xizmat formasidan Bölgede şarkısıda muştunga o'xshash mana ay yulduz, muştunga o'xshash ay yulduz bo'lgan. Hozir nima Uyg'ur askarining, Uyg'ur saqchining beshidan Xitoyning belgisi uchiq oshkor bor. O'ylanib bakam, ay yulduzli ko'k bayroq qandaq joylarda o'zini namoyon qildi. Qarab bakinglar, ay yulduzli ko'k bayroqni hozir qadar
Uyg'urlar ne çıkarıp hazır biz tünügünle bayrak çıkardık şundan. Bu mu şu kitapı kirdi inşallah. Erkinlik tenherket musabakası. Bu musabaka nerede ötküzülgen karşı hukuku bildi Türkiye'de. Şarkı Türkistan'da. İnsanı da bu Paris kıtıraş demez. Şarkı Türkistan'da. Gollandiyalıkta tünüpaklar zaman meclisine. Bu Süleymaniye mahallalarda ötküzülgen maya karab Türkiye'ye okşayıp kaçtama mecliste okandikken. Ama bu Gollandiyada Rabia Kadir Longqis'ta tanışış musabakasida ballar top oynab müştaq o'zining bayrog'ini ko'targan shu vaqtda tortilgan resim. Qarab beqqan ay yulduzoq ko'k bayroq qandoq joylarda o'zini namoyon qildi. Bu ne? Shvetsiya parlamentidagi Uyg'urlarga g'amxo'rlik qilgan Uyg'ur davosini qo'llagan parlament a'zolari Shvets bayrog'ini, Uyg'ur bayrog'ini birga ko'tarib rasm tushgan. Bu Shvetsiya parlamentidagi Uyg'ur do'stlik guruhi qurilgan kunda ustalga qo'yilib, shu vaqtda ustaldan elib parlament a'zolariga birini hadiya qilingan. Bu odamni tushunamsizlar? Bu adam hazır demiş koydu. Parlament işlemde? Ya. Shvetsiya'nın binakarlık ministri oldu. Değil mi? Üyanlar olmasa Shvetsiya'da müşaheden gibi verip öyden bir anda sanırım oldu. Öysettirdi müşaheden. Mesela mektupun olması mı müşaheden mektep sepri dersin? Mescidimi Stokholm'da 9 yerde mescid servisini təsdiq qildi. Qarama. Bular kimlar? Sizlar unutishinglar mumkin. Bu bir qora ko'langa. İnşallah mushu bayroqni tiklaydiganlar sizlarning oralaringizdan chiqishi mumkin Sharq Turkistonning tog'lariga. Aqasını tikleşanlar mümkün gelecekte. Ya biz birlikte tikleyiz. Temel eteri diyeni bilemse temel eteri nereden? Temel eteri nereden? Gelmedi mi? Temel eteri ürüncüde. Ürümçi'ye inşallah şu bayrağını şuna titreyiniz. İşkimi 11. yılı Şarkı Türkistan'ın Xotan vilayeti Naval Koçi Sakçıxanası'da löpüldü. İşkimi 11. yılı Xotan'ı bilisizler. Şarkı Türkistan'ın Canubiga joylashgan vilayetlerden birisi. Şu yerde bir günlük yaşlar sizlarga o'xshash qiziq erkekler Şarkı Türkistan'ın bayrağını elib berib Uyghur saçıdan birini dumballamay umay saçsalarını bir yerde kapıyıp mışı saççıkan edip barlıq Xitay saççını urup sokap haydib etip Xitay'ın bayrağını ektaşıp etip mışı bayrağını tikligen bu bayrak Xotan'daki saççıkanın üstüde 2 saatga kadar löpüldep tuğan. Qaranglar mana vatandagi azimatlarning qo'rqmas jasoratiga. Ondan sonra sual geldi biz qanday vaqtda bayroq chiqaramiz? Haftaning dushanba kuni ishtaqman. Her günde. Her ertegende hamımızda bayroq chiqaramiz. Bayroq chiqargan vaqtda qaysi naqsh o'rnatib, bayroq chiqargan vaqtda o'rnatilgan naqshni bilamizlar davlat marshimizni. Davlat shiri o'rnatildi. Hozirga qadar davlat shiri Kurtuluş aldığı bizden aktıkan terlerimiz diye şiir okulgan mı ya ki
Allahu Ekber degan şiir okunganmı? Bunu tarihçilerimiz tədqiq qilib izlanyaptı. Bu ilmi jihatdan isbotlangan vaqtda bu kitobga kirgiziladi inshaalloh. Bunu davlat şiirimizni asli tekstini ko'ramiz. Hoş. Ondan sonra bizimki bizning vatanimiz Sharqiy Turkiston. Bu Sharqiy Turkistonda bizning ota-bobolarimiz atqa minib yoki qo'y haydab kelib eqib kelib qolgan, balki Xitoylar yoki eqib kelib qolgan. Bizningki tuproqimiz o'sha Sadechin Sepilning sirtidagi tuproqning hammasi bizga oid. Bu yerda Xitoyning haqqi yo'q, bu yerga kelib ketishi kerak. Sharqiy Turkiston ozod bo'lsa, qaysi bu bayroq tiklanadi? Davlat o'rinlarida davlat gelib qo'yiladi. Biz bu bayroqni suyash orqali uyimizning tomlariga osimiz, hurmatlaymiz. Agar u yoq hozir osibda bayroq bo'lmasa, bu yig'indan qaytgan vaqtda har biringlar bir daldan bayroq akitib, bu yerga ossangiz bo'ladi. Allah hammalarning qalbida vatan sevgisini cho'nqur yıldız tatlıсын, bayraklı boğan hürmetinle asın. Vesselamu aleyküm.